Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən riyasətçi İftixar Abdurashid. Mən riyasətçi Zümrəday Erkin. Hammalarning cümə kuniga muborak bo'lsin. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Birleşken Milletler Teşkilatı 11 iyulni Bosniyaning Srebrenica rayonida Sırplar tarafından elib berilgan qirg'inchilikni, ya'ni Srebrenica irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuni deb e'lon qilgan bo'lib, mush oyning 11 kuni Srebrenicada bu kuni xotirlash uchun xalqaro xotirlash faoliyati o'tkazilgan. Srebrenica qatliamı 1995-yili sobiq Yugoslaviyaning parchalanishidan keyin kelib chiqqan. Bosniya bilan Serbiyaning ayrilish mezgilida Sırplar tarafından Bosniya musulmonlariga elib berilgan cho'ng qirg'inchilik. Bu qirg'inchilikda Bosniyaning Srebrenicada taxminan 8 mingdan ko'proq ayol, bolalarni o'z ichiga olgan Bosniya musulmonlari qirg'in qilingan bo'lib, bu qirg'inchilik Yevropaning qalbida yuz bergan yaqinqi zamondagi eng cho'ng qirg'inchilik deb ta'riflanadi. Bu sababdan Germaniya, Amerika va Ruanda boshchiligidagi 39 dan ortiq davlatning taklif bilan bu qirg'inchilik BDTda kun tartibga keltirilgan bo'lib, Srebrenica irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuni qarori bo'lsa, 2024-yili 5-oyda BDTda 193 a'zodan tarkib topgan umumiy majlisda 84 a'zo davlatning ovozi bilan qabul qilingan. Shu sababdan Amerika, Angliya va Fransiya bilet tashlab 11 iyulni Srebrenica irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuni deb e'lon qilgan. Bu taklifga Xitoy, Rossiya, Serbiya va Vengriya qarshi chiqqan. Bu qaror e'lon qilingandan keyingi tunji xotirlash faoliyatiga Dünya Uyghur Qurultayidan bir hay'at taklif bilan qatnashgan. Bu xotirlash faoliyatiga Dünya Uyghur Qurultayi raisi Dolqin Aysa, Qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad, Qurultay xalqaro ishlar direktori Zümrəday Erkin, Qurultay Yoshlar komitetining raisi Erkin Zunun va Qurultay televiziyasining direktori İftixar Abdurashidlar qatnashgan. Bu faoliyatdan bir kun burun Bosniyaga yetib kelgan Qurultay heyeti Milliy ko'rish tashkilotining Balqon davlatlari mas'uli Edin Salkovich va Sarayevo xalqaro universitetining mudiri Ahmet Yildirimlar bilan ayrim ko'rishib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirish bilan birga Uyg'urlar duch kelayotgan ba'zi qiyinchiliklar va Uyg'ur o'quvchilarni Balqon davlatlarida o'qitishning yo'llari haqida suhbatlar elib borgan. Qirg'inchilik yuz bergan Srebrenicada faoliyat qatnashayotgan Dolqin Aysa apandi yana Srebrenica qirg'inchiligini BDTda e'tirof qilishning jarayoni, bu qirg'inchilikni xotirlayotgan mush minutlardami Sharq Turkiston xalqining qirg'inchilik uchrayotganligini bildirib, tovandikilarni ifoda qildi. Hozirgacha bu Birleşken Milletler Teşkilatı'da bu irqiy qirg'inchilikni tunutish uchun nurg'un tayyorliklar bir qancha qatim umumiy qurultay akagan bo'lsa-mu, ammo bu davlatlarning rad qilishiga uchragan, Xitoyning veto qilishiga uchragan, Rossiyaning veto qilishiga uchragan. Eng oxirida 2024-yili Germaniya va Ruanda bu masalani qayta Birleşken Milletler Teşkilatı akagan 86 davlat buni irqiy qirg'inchilik deb tonigan, 60 dan ortiq davlat jim turgan, 19 davlat rad qilgan. Ammo 80 dan ortiq davlatning e'tirof qilishi bilan bu Srebrenica soykırımı deb qaror qabul qilingan. Bu yerdan bu ma'lumotlarni vatandaşlarımız bilan o'rtoqlashishni uygun ko'rdik. Biz bu yerdan ikki Bosniya ziyoratimiz jarayonida yana o'xshash bu xalq bilan taqdir qismatga o'xshash qismatlarga sahip bo'lgan bir millat bo'lib bilan Bosniya hukumatlari bilan bu yerdagi ommaviy tashkilotlar bilan ve matbuotlar bilan oldimiz kunlarda uchrashishimiz bo'ldi. Shuna qilib Sharq Turkiston davosini, Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchilikni Balqon davlatlariga o'ngtishish lozimligini dastlab qadamlarni bu yerda bosgan bo'lamiz. Rahmat. Dünya Puhralar Sot Mahkemesi 7. ayının 8. günü Gollandiyaning Den Haag shahrida Xitoy soti içishni boshlagan. 7. ayının 12. kunigacha ichildigan bu sotda Tayvan, Tibet ve Uyghur vekilleri Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinpingning jinoyatlari ustidan guvohlik bergan. Dünya Puhralar Soti e'lon qilgan axborotga qaraganda, bu sot Xi Jinpingning Tayvan puhralarining o'z taqdirini o'z belgilash huquqiga aralashish, Tayvandan boshqa yana Filippin, Yaponiya, Avstraliya qatorliq qo'shni davlatlarning egilik huquqiga tajovuz qilish jinoyati, Tibetlarga qaratayotgan insoniyat qarshi jinoyati va Uyg'urlarga qaratayotgan insoniyat qarshi jinoyati ham irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarab chiqadi ekan. Bu sot kommunist Xitoyning ziyonkashligiga uchirg'uvchilarning ariz shikoyatini o'ttirib qo'ydigan sahna bo'lib qolmay, o'z navbatida Xitoyni xalqaro sud va davlatlik sudga tortib chiqishga boshlamchilik qiladigan yo'l xaritasi hisoblanadi ekan.
Axborotda tonushtirilishicha, Dunyo fuqarolar sotida guvohchilar va ziyonkashlik uchirg'uvchilar guvohlik berdi ekan. Sotchilar ayıplash isbotlarini aslaydi ko'rib chiqdi ekan. Taftishlar bo'lsa, Haga xalqaro sotiga to'liq isbotli ayibnomani sundi ekan. Bu ayibnoma jinoyat ustidan hukm chiqarishga asos bo'ladi ekan. Dunyo fuqarolar sot mahkamasi 2023-yil 2-oyda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga tajovuz qilish sababidan sot ichib, Putinni urush jinoyatchisi deb bekitgan. Bu hukm shu yili 3-oyda xalqaro jinoyat ishlar sotining Putinga rasmiy tutish buyrug'i chiqarishining asosi bo'lgan. Egilenishicha, bu qitim ichilgan Dunyo fuqarolar sotining isbot anglashig'iniga Tayvan va Tibet vakillaridan boshqa yana Dunyo qurultayining tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Zubayra Shamsiddin, Qurultay tadqiqot markazining mudiri Abduali Ayub va Fransiyadan lager shoidi Gulbahor Xatovaji bo'lib bir guruh Uyg'ur hay'ati qatnashgan. Stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Qurultayning tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Zubayra Shamsiddin xonim bu sot haqida ma'lumot berib, Dunyo fuqarolar sot mahkamasining jallod ishini 12 turlik jinoyat bilan ayiblash sotining to'liq bir yarim kunning Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligi mahkum qilinish ahvolini anglitishga berilganligini, bu haqda Uyg'ur shoidlar va Uyg'ur masalasi haqida kasbiy bo'lgan Sophie Richardson, Adrian Zenz, David Tobin qatorliq nopozliq mutaxassislarning qatnashganligi. Agar sot mahkamasining hukmida sheni jazolash e'lon qilinsa, buningga eng chong his qo'shqanlarning Uyg'urlar bo'lganligini bildirdi. Dunyo qurultayi tadqiqot markazining mudiri va Uyg'ur til tadqiqotchisi Abduali Ayubning bildirishicha, 7-iyul kuni ichilgan sotdan avvalgi guvohlik berish yig'inida Uyg'ur, Tibet va Tayvan guvohchilari axborot vositalari bilan uchrashib, o'zlarining berilgan guvohliklari haqida ma'lumot bergan. 8-iyul kuni sot rasmiy boshlangan. 3 nafar sotchi, 3 nafar taftish, 3 nafar advokat va bir xotirliguvchidan tashkillangan bu sotda oldi bilan Tayvan vakillari guvohlik bergan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, ya'ni NATO qurilganligining 75 yillik xotirasida chaqirilgan yig'inda har qaysi a'zo davlatlar navbatda duch kelayotgan masalalar va xirslarni astoydil baholab chiqqan bo'lib, shu qatorda Rossiya va Xitoy temalari yig'indagi markaziy nuqtalardan bo'lgan. 10-iyul kuni yig'in nomidan umumiy xitobnoma e'lon qilingan. NATOning tor betida e'lon qilingan bayonotda ularning a'zo davlatlar duch kelayotgan xirslarga o'rtaq qarshi turishdek bosh prinsipining o'zgarmaydiganligi alayda ta'kidlanish bilan birga, Rossiya boshlagan Ukrainaga tajovuz qilish urushining Yevropadagi tinchlik va muqimlik uchun eng zo'r tahdid bo'layotganligi eskartilgan. Bayonotda aniq qilib, Rossiya ittifoqdoshlarimizning bexatarligi uchun eng zo'r va bevosita tahdid bo'lib qoldi deb ko'rsatilgan. Bayonotda alayda o'rin olgan yana bir nuqta shuki, Xitoyning izchil turda vositalik ravishda NATOning bexatarlik uchun xiris paydo qilayotganligi bo'lgan. Bo'libmi Xitoy ijro qilayotgan navbatdagi diplomatiya siyosati o'xshamagan shakllarda Yevropaning bexatarligi va qimmat qarshiga xiris qilishga boshlagan. Yana kelib, Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi strategik hamkorlik munosabatining cho'nqirlab menishi o'z navbatida qonun orqali idora qilinib kelayotgan dunyo tartibi uchun zo'r andishlarni paydo qilgan. 10-iyulda NATO oshkor holda Xitoy hukumatining Rossiyani harbiy ashyolar bilan ta'min etishini urush mashinasining harakatlanishiga bevosita yordam berganlik deb atagan. Ma'lum bo'lishicha, ular toki 2019-yilga qadar Xitoyni izchil andisha deb qaragan. Amdilikda Xitoyning o'rnining andishidan tahdidga yuksalishi o'z navbatida NATOning Xitoy siyosatida tegishli o'zgarishning vujudga kelishiga ishorat deb qaralmoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqurda diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qətimliq sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysızlar. Stansımızın YouTube kanalına əza buluşunu unutmang. Xeyir xoş. Thank you.